Shunaqa ham kirib bo'ladimi? Natijasini endi ko'ramiz. Xo'p, sochig'imizni tashlab olamiz. Limonlarimizni ham olamiz. Oxirgi limonimiz. Mana endi ichini ko'ramiz. Ichini ko'ringlar. Natijasi yaxshi. Lekin mana bu rezinkalar ichini polni shunaqa lata bilan yaxshilab artib chiqish kerak ekan. Chunki baribir yuvilganda kislota kirsa ham buni o'zini olib tashlamaydi ekan. Mana o'sha qatib ketgan, mana nali, mana ko'ryapsizmi? Mana bular ishqalasa ketadi.